bitta bo'lsin, zo'r bo'lsin. Qani ko'raylik. Qadrli quyosh ishqibozlari, starkash quyonimiz bir dona tug'di. Shamadolatdanmi? Shamadolatdanmi? Ha? Shamadolatdanmi? Bitta ham tug'sam, noinsof. Nima qilay? Shunaqa pozitiv kayfiyatda turishni yaxshi ko'raman. Mana shu ko'rib turganlaringizda, Adnan Tobning qora strakachimiz bir dona tug'di. Hozir men uni bolasini olib ko'rsataman sizlarga. Ba'zi bir quyonchilar uchun bu yangilik. Lekin meni praktikamda bu uchinchisi. Bismillahirrohmanirrohim. To'g'ridan to'g'ri teginmaymiz. Bismillah. Yongiga qo'limizni ishqalaymiz. Xavfsizlik chorasi. Chunki boshqa quyonlarga ham tegib qo'yganmiz. Qo'limizga bu quyondan tashqari boshqa hidlar o'rnashib qolgan. Bu bolasiga teginishdan oldin qilinishi kerak bo'lgan eng xavfsiz usullarni keraklisi. Bismillahirrohmanirrohim. Bir dona quyonchamiz so'lgan. Bir dona. Voy. Hozirgina to'lgan. Qadrli quyosh ishqibozlar, ko'rib turganingizdek, strakash quyonimiz bir dona tug'di. Bu holatda shoshilmasdan, misol uchun quyonni bo'ldi tamom tug'di demas, tug'di, boshqa tug'maydi deb qaror chiqarishdan oldin 3 kun, 4 kungacha shoshmaslik kerak. Agarda quyon bir dona tug'dimi, meni tajribamda 3 kundan keyin maksimum yoki 2 yoki 1 kundan keyin u yana tug'adi. Kam tug'ishda ko'pincha shunaqa holat bo'ladi. Meni praktikamda shunaqa bo'lgan. 2 kundan keyin yana bitta tug'adi. Ko'p emas, bitta tug'adi. Plus va minus tomonlarini aytib o'tsam. Birinchi minus tomoni, quyon tabiatdan ko'p tug'adigan jonzot. 9 tadan imina strakashlar 9 tadan 13 ta 15 tagacha tug'adi. Har biri misol uchun ma'lum bir summadan ketgan taqdirda ham, misol uchun minimum menda 500 ming so'mdan ketgan taqdirda ham 9 ta quyon 4,5 million bo'lsa, hozirda bu quyon bitta tug'di. Bu 500 ming so'm. Misol uchun anchagina menga foydasi kamroq, sezilarli darajada misol uchun foydasi kamroq. Bitta quyon qayda, 9 ta quyon qayda. Lekin plus tomonini aytib o'taman. 9 ta quyon emiydigan sutni bu bitta quyon emadi. Quyon juda ham sifatli bo'lib katta bo'ladi. Boshqa shu bilan baravar birga tug'ilgan ko'proq quyonchalardan ko'ra bu quyoncha birga bir farq qiladi. O'zim ko'rganman, единственный ashita bomba. Flanderim ikkita tuqqan edi. Ikkita flanderim 2 donadan tug'di. Ikkita flanderim. Buni bolasini oldim bu flanderga qo'shib, uni yana qochirib, yana 5 kundan keyin muolajalarini qilib qochirishga tayyorlab, yana uni dalish qochirib qo'ydim. Maslahatim shu. Agarda ketma-ket ikkita quyoningiz bir vaqtda kam 3 ta yoki 2 ta yoki bitta tug'gan taqdirda, buni bolalarini shunday olib, buni gnezdo, ya'ni o'sha bolachalarini tuqqan roddomchasiga qo'shib qo'yib, yungillarini o'rab, quyonni boshqa joyga olib turib, xavfsiz bir joyga quyon tinchlanib, og'ziga sabzi tutib turib quyonni o'ziga keltirsangiz, stresslar kamaygandan keyin 2 soat, 3 soat vaqtgacha boshqa quyonni bolalari bilan o'sha o'zini quyonni bolalari hidi bir xil bo'lib ketadi. Ona quyonni qo'shasiz, o'sha boshqa qo'shib qo'ygan quyonni bolalarini o'zini bolalaridek taqib ketadi. Bu quyonni esa 5 kun muolaja, vitamin kompleks, gamma-vit, mushaklar yo'laklari uchun super amino, misol uchun men o'zim praktikam va E selen vitaminlarini berib 5 kun, 6 kundan keyin yana qo'shib qo'ysangiz, homilador bo'lish effektlari tezroq bo'ladi. Chunki tug'gandan keyin to nechidir kungacha bachadon organ qabul qilish prosenti yuqori bo'lar ekan. Men buni sinab ko'rganman. Lekin bitta narsani esingizdan chiqarmaysizlar, quyonni sog'ligini inobatga oling. Yo'qotilgan immunitet qayta joyiga keltirilishi kerak vitaminu dorilar yordamida. Salomat bo'lasizlar.